Yusuf Alijon Dushanbe shahridan Tojikistondan kelganman. Tabobat qilgani Marvarid sanatoriyasiga juda ham chiroyli, xizmat rasonlari chiroyli, hamma tomonlama ovqat birinchi abed, zavtrak, abed, ujin hammasi qoidaviy, hammasi ziyodasi bilan. Mana 4-5 yildan beri kelib tabobat qilamiz. Oyoq og'riydi, kelib shu yerga tabobat qilamiz. Alhamdulillah. Hammaga kelishni tavsiya qilamiz. Chotki, zo'r, kelib xafa bo'lib ketmaysizlar. Inshaalloh xursand bo'lib ketasizlar. Bu chiroyli va tabiati ham chiroyli, havosi ham chiroyli. Kelib pushaymon bo'lmaysizlar, xudo xolasa. Vannalarga kirib chiqdik, mana chiroyli vannalar bor. Mana giyoh choylari bor. Xudoga shukr. Hammasi sport zallar bor. Mana tennis xonalar bor. Maqsad biz Tojikistonga mana 4-5 yildan beri kelamiz. Dushanbedan kelamiz. To'rtta mana 5 yildan beri kelamiz. Alhamdulillah. Biror shikoyatimiz yo'q. Boshqa joylarga borib ko'rdik. Bu yerda sharoiti yo'q. To'g'risida hammasi addushi, xizmat rasonlari chiroyli. Hammasi zo'r. Lishenlar zo'r. Tojikiston Bapesh. Bapesh Tojikiston. O'zbekiston Toji Bapesh. O'zbekiston Toji Bapesh. Tojikiston Bapesh. Raisi Sobitxona kanaliga kirdik. Juda ham yaxshi kutib oldilar bizani, hurmat izzatlarni joyiga qo'ydilar. Momlashon naqs. Momlashon naqs. Bu yaqaydagi doktor Akay Davron va ham momlay naqs kada hamma mana joyi naqs burada. Ana joyi naqs Jobajokadan. Ularga katta rahmat. Sobitxon akaga ham yana addenni minnatdorchilik bildiramiz. U kishi ham ancha bizani necha yildan beri tanib kelib, hurmat qilib, hamma chiroyli joylarga joylashtirdi Sobitxon aka. 5 yildan beri kelib telefon qilib, aloqaga chiqib zayn qilib kelamiz bizlar. Ha, xudoga shukr, mana 4-5 yildan beri biror kishi podvat qilgan yo'q. Avvalambor mana Sobitxon akaga addenni o'z nomimizdan rahmatnoma bildiramiz. Davron aka katta vrachimiz bor. Ham yaxshi, u ham minnatdorchiligimni bildiramiz Davronjon akaga. Yaxshi xizmat qiladigan hamma doktorlarga ham rahmat. Addenni otlarini bilmaymiz, lekin minnatdorchilik bildiramiz. Ha, vrachlar ham otlarini uchun bitta Davronjon aka katta vrach taniymiz, qolganlari ham mana Quvonchbek aka bor, suvga qo'yadi. Vanna qo'yadi Quvonchbek aka. Ham Addenni rahmat. Chiroyli muomala qiladilar, chiroyli kutib oladilar. Alhamdulillah zo'r. Giyoh choylariga vaqti boshqa rohat qilamiz. Ichsangiz yana ishingiz keladi. Tavsiya qilib qolamiz kelishlaringni. Bemalol kelib dam olib ketasizlar, xudo xolasa. Inshaalloh zo'r.